Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Sadir Play bo'lib kamerani nimaga yoqqanini ham o'zim bilmayman. Biz sizlarga bitta narsani ko'rsam hozir ko'zlaringni yumilaqani hozir ko'rsaman. Men olmoslarim ko'payib ketuvdi. Nimaga ishlab yangi uy sotib oldim. Qani o'sha uy tomon ketamiz, boshqa qishloqdan boshqa uy yangi ko'ramiz. Yaxshi uy deyishuvdi, qani ko'ramiz. Boshqa qishloqdan boshqa uy olyapti. Mana shu uyda aytishuvdi menga. Kamerani ham bu birinchi videom bo'ladi bu marta. Mana. Yo, chiroyli ekan. Bo'ladi. Narsalarimni solib qo'yay. Narsalari ham qolib ketibdi. Mana gilamchani ham odaydan qo'yib qo'yay. Joylashib olamiz, keyin hamma bilan tanishamiz. Krech komplet bo'ladi, yaxshi. Hali menga hech narsa yo'q. Daraxt chopishga boraman. Qani kim bilan hozir men tanishmasman. Salimga telefon qilib aytib qo'ydim, boshqa qishloqqa ketyapman deb. Mana shu daraxtni chopamiz. Murodlarim, pullarim juda ko'payib ketdi. Boshqa qishloq olmoqchi bo'ldim, boshqa qishloq oldim. Ha, to'g'ri. Ketmimga yetadi. Mana shu yerga men yangi eski uyim ham yaxshi edi-yu, uncha menga yoqmasdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, ko'rmisiz? Assalomu alaykum. Sen ana shu yerdagi yangi mana shu uyda egasisan? Ha, men shu uyda egasiman. Siz ismingiz nima? Meni ismim Jedal. Ha, mayli. Meni ismim Sadirdan. Ha, mayli, xayr bo'lmasin. Nima bo'lu? Bularcha ko'payib ketdi. Mayli. Chiqing. Mashina. Nima bilaman uyimga kelib. Chiqing. Mayli. Jitir bilan tanishib olganimiz juda yaxshi bo'ldi. Endi men kelgan yo'li bor. Konga tosh kovlay. Bu yerga ham nimadirlar bor eski. Bitta joydan kon ham qilishim kerak. Mana shu yerda. Lekin aholilari bir alohida. Bilmadim. Shu qishloq menga yaxshiroq tuyulgan boshqalardan olardim.
Manimcha bu yerda hech narsa yo'q. Yaxshiyam tosh chiqadi. Qorong'i. Borib nima uyimdagi bitta naqam bor edi, o'shani olib kelay. Men uni qo'ymagandim, boshqa nimalar qo'yuvdi. Bu yerda ikkita qishloq bor ekan. Qaysi biri? Mana shu. Ketdim. İyi. Ha, kon taraftan edi. Evet. Bu yerda ikkita qishloq bor ekan. Shuni yaxshiki. Mana yorug' bo'ldi. Borib kiyim kechaklarimni ham tayyorlab olsam bo'ladi. Kiyib chiqamiz. Kitap koydum. Sonra. Beristek bu yerdeydi. Bu yangilik uchun juda yaxshi o'rgana olmayapman. Kiring desa kiraverasizlar. Ketinglar. Keting. Shuni chapachas qilishim kerak. Qani ovqatni pishiramiz. Keraksiz narsalarni qo'yib qo'yaman. Qoching. Kimlarni kiyib olay? Bo'ldi, kech bo'ldi. Ha, kech bo'ldi. Bo'ladi. Dishtonimni bu yerga qo'yib qo'ying. Qo'llarga kiyaman. Yo'ta qaraman. Mana turban oldim endi. Borib yurtolib bo'ldi. Qo'lim. Qo'lim urib ketdi. Qo'lovulchi. Ha?
Günüm sen. Kanal yaptı. Mali hayırlısı bu golümden kurtuluşum gerek. Hayır çok bilin onun bilin.